Bugun Manchester City bilan West Glamorgan o'ynaydi. Mana bizning klubimiz City. Safida Haaland, safida Abduqodir Husanov, orevida Fayzullayev, lavida Lamin Yamal, samada Gavi, samada Rodri, lavida Keremi, Ruben Dias, Sava Silva, ravida Netxois, GKda Casillas. Endi bularda bularniki bunaqa, bizniki bunaqa bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Haaland ketyapti. Haaland oldinda. Fayzullayevga to'p uzatildi. Haaland. Abduqodir. Afsuski to'pni olisha olmadi. Ruben Dias yaxshi. To'p Haalandga uzatildi. Haaland yaxshi, lekin Abduqodir Husanov. Afsuski gol emas. Fayzullayev gol. Hozir ko'ramiz qanday gol urdi. 10-daqiqada urdi. Chapaqay 9-likka yaxshi. Endi qarshingizda Haaland, yetvo. Afsus yetolmadi. To'pni Gavi oldi. Gavi Haalandga uzatildi. Haaland Fayzullayevga, Abduqodirga, Lamin Yamalga. Yaxshi. Lamin Yamal. Endi ko'ramiz, chalishdi. Sariq shtrap teparkanmiz. Zarba gol emas. Afsus qaytarib qoldi. Lamin Yamal to'pni olishga harakat qilyapti. Lamin Yamal to'pni olmoqchi. Oldi. Lamin. Afsus. Lamin Yamal, Haaland, Lamin Yamal. To'p Klosga uzatildi. Keremi oldi. Keremi Rodriga berdi. Haalandga to'p uzatildi. Husanov, Abduqodir. Haaland yo'nalishni o'zgartirdi. Abduqodir. Afsus, uglovoy. Mana ko'rib turganingizdek bizning jamoa. Mana to'p egasi Rodri yo'q. Afsus, ololmadi. Silva oldi. Gol! 34-daqiqada Silva urdi. Ana qaysi oyoqda uribdi? Unaqay. Abduqodir, Haaland olmoqchi. Haaland oldi. Oldinda Haaland. To'p Abduqodir olmoqchi. Abduqodir afsus. Varatali sep bordi. Netxus olmoqchi. Gavi. Silva olmoqchi. Kim oldi? Rodri. Afsus, oldirib qo'ydi. Yana oldirib qo'ydi. Husanovga uzatildi. Haalandga berdi. Laminga ketdi. Haaland. Husanov. Yaxshi, lekin gol urolmadi. To'pni biz olamiz. Mana bunday ketyapti. Mana. Afsus, birinchi taym tugadi. 2-0 yakunlandi. Ikkinchi taym boshlandi. Lamin olmoqchi. Lamin Yamal. Lamin.
Lamin Yamal, Lamin oldinda. Ruben Diasga uzatildi. Ruben Diasga yaxshi, endi orqaga qaytmoqchi. Rodriga uzatildi. Husanov oldinda. Husanov, Abduqodir, yaxshi. Abduqodir ketyapti. Mana zarba, 9lik, unaqa yurdi. Yaxshi. Bitta yonga surdi-da, cho'nchagiga solib qo'ydi. Yaxshi. Mana ketyapti. To'p egalari. Rodriga uzatildi, Haalandga berildi. Husanovga, Fayzullayevga, Husanov oldi. Zarba, gol! Varatani bo'yniga tegib kirib ketdi. 9lik. Yana qarshingizda kutib oling. Rodrida to'p. Afsus, oldirib qo'ydi. Netxes. Afsus, ololmadi. Gavi ketdi yordamga. Keremi, Gavi. Erling Haalandga uzatildi. To'p egasi Lamin Yamal hozirchalik. Endi bitta chapga burdi. Afsus. Sal yetmay qoldi-da, sal. Lamin Yamal oldi, olmoqchi. Lamin Yamal ololmadi. Yaxshi. Fayzullayev. Afsus. Felika ushab qoldi. Sal ertaydi. To'p oldinda Silva yaxshi. Keremi, Gavi, Haaland. To'p uzatildi. O'yin yakunlandi. 4-0.